Kutilmaganda xushxabar, onam pastellarni tutmasdan sarpiyga olib qo'ya qol dedilar. Lekin bitta bolasi bor onaman, lekin sarpiy yig'yapman. Ajoyib bo'lsa kerak-ya. Nurmuhammad ham sarpiy yig'ish bo'lsa yig'ish dedi. Istirmadan turib yostiq pastellarni uxlatib ketyapti. Shu joyda svet o'chirib qo'ygani uchun muhabbatli shapaloqdan berganda o'ziga kelib, keyin yonimda jim o'ynab yurdi. Onam ham ja qizim o'lib turgan ekan deb o'ylasalar ham. Zato eski bo'lsa ham chiroyli qilib pastellarni solib qo'ydim. Bugungi kunimizni bir so'kuvujmalka tarixida muhrlasa ham bo'ladi. Nimaga desanglar, so'kuvujmalkani ochib, yuvib ishlataman desam, ishlamas ekandek joyida olib bergan odamga qaytarib olib chiqib berdik. U odam bilan bolam ham ergashib ketib qoldi. Hech kimga yetmayli endi. Adasi keluvdilar-da. Ya'ni bolamni otasi. Iya, video o'tib ketib qopti. Kuygan sefalimni ko'rdinglarmi? Xullas, so'kuvujmalka tuzalib qaytib keldi. Bolam ham qaytib keldi. Lekin qoyilmasman, shuncha olmadan bir stakangina so'k chiqsa-ya. Xullas, ichidan shuncha qoldig'i chiqarkan ko'rinishi shunaqa bo'larkan. O'zingiz uchun zametka qilib qo'yinglar. Xullas, gazlarim vijdonim deb pok va top-toza bo'la qolsin deb shaqillatib yuvib qo'ydim. Toza gazga chirq qopqoq yarashmaydi deb Germaniya mahsuloti Bavi kislorodniy очистители bilan kristalniy bo'lishi uchun chirklarini osongina tozalab oldim. Shu mikrovolnovka yonidan ko'zimni yumib o'tib ketmoqchi bo'lsam ham o'tib keta olmadim. Chisti kristalniy vijdonim yo'l qo'ymadi. Xullas, bilaman, bugungi gaplarim alkash-chulkash bo'lib ketdi. Adasi keldi, bolamni olib ketdilar deb bu yoqdan sarpiy yig'moqchiman. Nima qilaylik endi, yashamaylik ekanda.